Akalar 31-mart 2026-yil sanasiga juda ham zo'r manzaraga kelib qolganman. Hayda Abdubori, hayda. Mana shular 1,5 yashar ekan. Qarang kattaligini. 1,5 yashardan boshlab 4 yashargacha ayg'ir, baytallar kelgan. Eng qiziq joyi bularni arzonligida bo'ladi. Nimaga? Chunki bular hammasi Xorazmga sotiladi. Telefon nomer qoldiraman. Mana shu partiyalarimiz to'xtab qoldi. Xudo xolasa yana boshlandi. Bitta aylantirib ko'rsatib beray, bularning kattaligini qarang. O'zimizning Mesni parodaga o'xshaganlar ham bor mana. Yevropaga o'xshagan Polshaga dam beradiganlar bor ekan. Qarang, uni kattaligini. 1,75 dan kam emas mana shular ham. Bular 1,55 mana. Go'zalligini qarang. O'zini o'zi sotadi bular, o'zini o'zi sotadi. Shuni ko'rsatib bermoqchi edim. Endi to'liq videoda ko'rishingiz mumkin. YouTube'ga o'tasizlar. Narx-navosi, taroziga qanchadan hammasi aytilgan. Orqani kengligini qarang. Buradan bitta qulun olsanglar, tabrolari ham bor. Yo'qotib qo'ymaysizlar. Toqqa bemalol berib olaverasizlar. Polshaga dam beradiganlar ketdilar. Ko'ksha deysizlarmi, saman deysizlarmi, burul deysizlarmi, olapakka deysizlarmi, hammasidan bor ekan. Xullas, bugungi sanada sizlarga zo'r ma'lumot. Bugungi sanamizda ko'pkari bo'lyapti Piskentda. 60% quloqchi, otga qiziqqan ko'pkalar sheyda. Ketib qolish yo'q, kelasizlar. Toshkentda, o'sha Yangi O'zbekistonda shu otlarimiz sotuvga qo'yildi. Pramo Qozog'istondan kirib keldi mana. Qozog'istonning mashinasi nomerlarigacha mana.